Beri hozir aziz akamlar alishgan bolalarning kelishiga bilinmasin deb rol o'ynashyapti. Sizlar rolni nimadan iborat? Xullas biz narojni yeb olgan bo'lamiz. Tez ishonganmiz alishmada. Alishmay yutib qo'ygan bo'ladi. Shu bahsga qotgan bo'ladi. Buni qo'shib ketishadi. Ular sodda-ku, ular tushunishmaydi-ku. Xullas biz Alisher bilan kim tez narojni yeyish o'ynadik. Bu yutib qo'ydi. Biz tortmani ochdi-da, to'kdi-da, yopib qo'ydi, tushunyapsizmi? Men aytolman, bu ves hal qiladi deyapman. Men qanaqa ves? Voy, sen bizdan ko'p ovqat yeydi. Kelishuvda qanaqa bo'lgan? Rosa yeyish. Bo'ldi. Men lekin oldin aytib qo'ydim. Menga qara, ves hal qiladi lekin mana sen tez qo'rasan, kattasan sen dedim. Hozirga hal qiladi, qilmaydi bu ves. Endi odil misolcha aytadi, ozg'in bola sifatida aka yomon ovqat tez yeysiz deydi. Marojniy boqishgan. Bormi? Qara, nima qilamiz mana bu yoqqa kerak. Xullas ikkaloviga o'ynaymiz. Hozir men bundan 200 ming qo'yib yutqazdim. Bu 200 ming sizlarga qo'yaman. Bu 500 ming bo'ldi. Yana 300 ming qo'shildi. Ben oynayayım. 8 ming kim birinchi yeyishga o'ynashadi? İstahayto, marojni yeydi, obatda yutdi. Qo'yaman, 1 2 3 deyman boshlaysiz. 1 2 3. Aytdiga. Marojni emas bu. Nima bu? Tag'am-ku. Agar 8 mingni berasizlar. Son yedirdilar. Marojni dedilar, mushuk bo'linglar, endi 8 mingni beringlar. Sağ olasın, bu prank edi bu. Nima deydi, qo'ying. Yutibdingizmi? Ishkalatmi, do'stlar, g'alati bo'lib ketdimi? Bo'ldi, laziz, bat tashqil tarqat dedi.